Restoranlarda donasi 100 ming so'mdan kam sotilmagan yumcha shirinligini bugun butun oilaga yetadigan barakali usulda tayyorlaymiz. Idishga 2 tuxum shakar solib bir aralashtirib olasizlar. Ustidan sut, kraxmal, un solib yana aralashtirasizlar. Un solganingizdan keyin o'zi shunaqa kamochka bo'lib qoladi. Yog' solib, ustidan yaxshilab silliq massa bo'lguncha blender qilib olasizlar. Xohishga qarab xohlagan rangidan solasizlar. Men sariq rang qo'shdim. Iliq lekin qizimagan tavaga bir cho'michdan solib, usti qotguncha pishirib olamiz. Juda ham tez pishadi. Buni faqat tegini pishirib olasizlar. Usti esa qotsa bo'ldi, уже pishgan hisoblanadi. Hammani og'ziga yoqadigan krem tayyorlaymiz. Qaymoq, tvorожный sir, moloko solib, yaxshilab quyultirib olamiz. Har bittasini shunaqa ochib, ustidan krem, uni ustidan bo'lsa xohlagan mevalar sosiylar bo'ladi. Men banan bilan malina soldim. Shunaqa ustilari yaltirab, chiroyli bo'lib chiqadi. Shu ketma-ketlikda hammasini chiroyli qilib o'rib olasizlar. Menda shu masalliqlardan 12 ta yumcha chiqdi. Ustilari yaltirab, shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Qaranglar, ichini qanaqa sovuchni. Eng ishonchli retseptlardan bittasi, albatta tayyorlab ko'ringlar.